Hukmdorim, mendan qarzingiz bor. Sizdan nega qarz so'raganman? Hukmdorim, men savdo sotiq bilan shug'ullanardim. Xonavayron bo'ldim. Har kecha yotishdan avval Allohga duo qilaman. Kecha tunda tushimda Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalam afandimizni ko'rdim. Sallallohu alayhi vasallam. Ular menga Hamidimizga ayt. Har tunda aytadigan salovat va salom va zikrni kecha aytishni unutdi. Ish joyida uxlab qolibmiz. Salovatni unutibmiz. محمد نبينا بنور